Videoga sekmadi. Yo'q. Yo'q, esi bitta eshiting. Yo'q, eshiting. Mumkinmi? Ijtimoiy so'rovni o'tkazyapmiz-da. Ha, qo'yaman Instagramga. Oxirida so'ramoqchi edim. Turavering sizlar. Va Guliston shahrining hududidan o'tuvchi mana shu O'zbekiston Shoh ko'chasining hududida qizlar gulsiz yurish mumkin emas ekan. O'shaning uchun Guliston gullari bor ekan. Gulistonlik qizlarimiz hech qachon gulsiz qolmaydi, xudo xolasa. Guliston gullarini kuzatasizlarmi? Kuzataman. Siz yo'qmi? Aytar bering. Xayr, sog' bo'ling. Kuzatishni. Ha? Pastga tashlamagansiz. Mayli, sog' bo'linglar. Qizlar bir minutga mumkinmi? Yo'q, конечно. Alaykum assalom. Yangi qaror chiqdi. Vazirlar Mahkamasining yangi qaroriga binoan qizlar gulsiz yurish mumkin emas ekan. O'shaning uchun mana shu gulni olib qo'yasizlar. Nastrining o'zi zo'r ekan, yana ham ko'tariladi. Guliston gullaridan. Ana. Instagramda ham qarab kelasizlarmi, faqat maytdan qarab o'tib ketasizlar? Kuzatasan? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Fotosessiyalarga xalaqit bersak mayli? Va alaykum assalom. Yangi qaror chiqdi. Shu bilan hamma qizlarni yo'l-yo'liga tanishtirib kelyapmiz hozir. Mana shu Guliston shahrining markazidan o'tgan O'zbekiston Shoh ko'chasi bor. Mana shu ko'chada qizlar gulsiz yurish mumkin emas ekan. Qarasam sizlarda gul yo'q ekan. Maşallah. Ana. Ha, kayfiyatlarga kayfiyatcha qo'shildi. Guliston gullarini bilasizlarmi o'zi? Gap yo'q sizlarga, mashallah. Ya'ni endi qolganlar meni kafatimni ko'taradi. O'shaning uchun harakat qilyapmiz. Sog' bo'ling. Ijtimoiy so'rovni o'tkazyapmiz-da, videoga sekmadi. Yo'q. Yo'q, esi bitta eshiting. Yo'q, eshiting. Savol javob emas bu. Savol javob emas. Videoga olyapsiz. Yo'q, bijir qo'yaverim. Eshiting. Yo'q. Badarkasi olib ketasiz. Sizga bergim keldi. Sizga bergim, eshiting. O'zbekiston Shoh ko'chasi, Guliston markazidan o'tgan, mana shu ko'cha hududida ayollarga gulsiz yurish mumkin emas ekan. Men tushundim. Men aytayapman, shuning uchun gulsiz yurmang deb gul bermoqchi edim. Uzoqdan ko'rib opamga beraman deb kelib qochishingizni qarang. Rahmat. Sog'lik salomat. Nima qilib bijillatib yuboraymi, shunday qo'yaveraymi? Onajon yaxshimisiz, salomatmisiz, charchamayapsizmi? Mana shu gulni sizga bergim keldida. Qanday qildingiz bu tug'ilgan kunimni? Yo'q, gap yo'q. Tabriklayman onajon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tan joylaringiz sog' bo'lib, topganlaringizga barakat berib, yaxshi joylarda Amin. Mayli, omon qo'yardim. Men uylanganman, ikkita bolam bor. Hozirgina shahar bo'ylab ko'plab ayol qizlarimizga gullar tarqatib keldik. Har ehtimolga qarshi obuna bo'lib qo'ysanglar profilimizga, Guliston gullariga yana ham ko'proq yangiliklar va shunaqa sovg'alar bilan ulashib boramiz, xudo xolasa.